Dropboxni o'rnatish uchun dropbox.com saytiga kirishingiz bilan download Dropbox turadi. Bu saytdan ko'chirib olsangiz, sizni kompyuteringizni operatsion sistemasiga moslab yoki telefoningizga moslab o'zi ko'chirib beradi. Download Dropboxni bosishingiz bilan ko'chish bo'limiga olib o'tadi. Bizda agarda download Dropboxni bosishingiz bilan ko'chmasa, restart the download bossangiz, u sizni kompyuteringizdan ko'chishni boshlaydi. Dropboxni ko'chirib olganingizdan so'ng unga 2 marta bosamiz. Bizda zapustit yoki отмена degan yozuv chiqadi, yoki run yoki no degan. Bizda zapustit bosamiz. Inglizcha bo'lsa run deb bosamiz. Bizda install yoki cancel knopkasi chiqadi. Installni bosishimiz bilan Dropbox kompyuterimizga o'rnashni boshlaydi. Dropboxni keyingi bo'limida o'tishi bilan u o'rnatayotganda sizni ro'yxatdan o'tgan o'tmaganligingizni so'raydi. Agarda ikkita yozuv chiqadi, birinchisida ro'yxatdan o'tmaganman, ikkinchisida ro'yxatdan o'tganman degan. Birinchisida ro'yxatdan o'tmaganman degan akkauntim yo'q deganni bosishingiz bilan next ni bosishingiz bilan siz first name, last name, password, verif password, ya'ni sizning ism, familiya, pochtangiz va parolingizni yozib ro'yxatdan o'tkazishlikni so'raydi. Biz hozir yozib chiqamiz. Password va verif passwordga bitta parol yozamiz. Ikkosiga ham bir xil bir dona parol yozamiz. Parolingiz 6 tadan kam bo'lmasligi kerak. Mana bu yerga ptichka qo'yamiz. Next ni bosamiz. Bizda keyingisida 3 xil variant chiqadi. Birinchisi 2 gigabaytlik. Bunda biz bepul ishlatishimiz mumkin. Keyingisi 100 gigabayt va 200 gigabaytlik. Bularda 100 gigabaytligi $10, 20 gigabaytligi $20 turadi. Bular esa kompyuteringizda oyiga $10 yoki $20 dan pul olib turadi va bu sizni 100 yoki 200 gigabayt bilan ta'mirlab beradi. Bizga hozir 2 gigabaytligi yetadi. Next ni bosamiz. Bizda 2 xil o'rnatish chiqdi. Typical yoki advanced degan. Bizda advanced ni bosamiz, next ni bosamiz. Undan so'ng kompyuter o'zi C-diskka o'zi Dropbox degan papka ochib o'rnatishni aytayapti, yoki agarda bizda C-diskimiz to'ldir bo'lsa, boshqa diskni tanlashimiz mumkin. Pastagina ezib, changini ezib, u yerdan biz kompyuterimizdan diskni tanlab o'rnatishimiz mumkin. Bizga hozir C-disk o'zida qolgani ma'qul. Next ni bosamiz. Keyingi bo'lim ochiladi. Bizda tepadagida ptichka qolaveradi. Installni bosamiz. Bu yerda bizga Dropboxdan foydalanishlik haqida aytmoqda, o'rgatmoqda. Bunga agar bizga kerak emas, hozir skip tower'ni bosamiz. Undan so'ng biz finishni bosamiz. Bizda Dropbox kompyuterimizga o'rnadi. Mana ikonkasi chiqdi mana bu yerda. Bu Dropboxga endi kirishimiz bilan papkamizning ichida barcha dokumentlarimiz turibdi va bularni biz xohlagan joyimizga olib borishimiz mumkin. Men hozir Dropboxda mana shu ma'lumotlarimni dunyoni xohlagan joydan Dropboxga mana shu pochtam bilan kirib ishlatishim mumkin va bu menga juda ham katta oson imkoniyat beradi, osonlashtirib yuboradi ishimni. Bizda Dropboxda mana bunday aylanayotgan ikon kichkinagina rasmcha chiqadi. Bu mana shu papkalarni istayotganligini aytmoqda. Mana shularda ptichka chiqib qolgani esa bu mana shu papkani ishlatish mumkin degani. Buni xohlagan joyimdan olib ishlatishim mumkin. Yana buni afzallik tomoni boshqa programmalardan bu programma internetingiz bo'lmasa-da xohlagan joyingizda mana shu Dropboxga kirib qo'ygan bo'lsangiz, bu ana shu joydan
internet bo'lmasa ham ishlatishingiz mumkin. Chunki bu barcha ma'lumotlar sizning kompyuteringizda saqlanadi. Barcha ma'lumotlar sizni qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar ana shu PK da ichida saqlanadi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.